$150 ishlarini $70 bitirib berdi. Esingizda o'z Captiva qo'ygan edik. Ko'rib videoni akam o'zimizga aloqaga chiqdilar. Faqat ishxonaga kela olmadi, chunki mashina ko'chada qolib ketgan edi. Bu sal boshqacha muammo bilan kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, parkovka mana. Zadniy, mana zadniy, neytralka, D va parktroniklar ham ishlayapti. Biz mashinani oldiga borganimizda mana shu narsa ishlamayapti-da, ya'ni trosni ushlab turadigan kranштейni sinib ketadi. Captivani haydaydigan akalarimiz juda yaxshi bilishadi. 2 yil, 3 yil ichida Captivada aniq bu holat bo'ladi. Xullas to'g'rilab berganmiz, temir kranштейн qilib berganmiz. O'zida plastmassa bo'ladi, troslar almashmagan, zavodskiy troslar qolgan. Biz prosta shaxtani, kranштейnlarni o'zimiz yasab berganmiz. Temirdan, xudo xolisi garantiyalari bo'ladi. Ko'chada qolib ketmaydi inshaalloh. Bu muammo bilan qaytib boshlarini ortmaydi. Xullas Captiva haydaydiganlar bo'lsa, bizdan patishlar orasida Captiva haydaydiganlar bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsa shu videoni aka, saqlanib qilib qo'ying. Sizda bo'lmasin, agar shunaqa muammo bo'lib qolsa, bundoq qilganingizda prosta yursada, tabloda PRNda o'zgarmaydigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqsangiz, xudo xolisi telefon qilsangiz, o'zimiz ko'chada qolgan bo'lsa ko'chadan yoki ishxonaga olib kelsangiz, ishxonada idealni qilib ishingizni bitirib beramiz aka. Xullas, kelaverasizlar mana shunaqa xizmatlar bo'yicha ham hujjat qilib.